Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan keyingi haftada bo'ladigan Bitcoin va tillarning tahlillarini uyushtiramiz. Asosan 3 ta para asosida mana shu kunlik time frame, 4 soatlik va 1 soatlik time framelar atrofida narx qanaqangi harakatlarni shakllantirish bo'yicha bir qancha o'zimizning tahlillarimizni sizlarga taqdim etaman. Bundan tashqari keyingi hafta o'rtalariga yaqin, ya'ni boshqa major paralar, yevro paralariga o'xshagan, Ethereum yoki o'sha funt paralariga o'xshagan bir qancha paralarning tahlillarini ham sizlarga taqdim etishni boshlaymiz. Endi sizlar bilan birinchi navbatda Bitcoin parasidagi 1 soatlik time frame'lardagi narx harakatlarini kuzatamiz. Bizda Bitcoindagi asosiy paralarda, ya'ni narx agressiv, impulsiv harakat va korreksion harakatlarini shakllantirmoqda va narx bizda tushish mobaynida pastki likvidliklarni yechgandan so'ng narx bizda agressiv, demak, o'suvchan harakatlarni shakllantirishni boshladi. Va ayni vaziyatda narx mana bu pastki nuqtalarda likvidliklarni shakllantirgan va asosan hozirda kutilayotgan narx harakatlari mana bu nuqtalardagi teng bo'lgan maksimum nuqtalarning yangilanishi va kichik time frame'larda narx mana bu nuqtalardan qanaqangidir reaksiyalarni oladigan bo'lsa, keyingi vaziyatlarda mana bu nuqtalardagi likvidliklarning yechilishi kutilmoqda va keyingi vaziyatlarda mana bu maksimum nuqtalardagi asosiy likvidliklarga qarab narxning harakatlanishi kutilmoqda va bozordagi yuqoridagi likvidliklardan tashqari mana bu nuqtalarda bozordagi imbalanslar mavjud va narx mana shu likvidliklarni yechish mobaynida mana bu yuqori nuqtalarda qoldirilgan imbalanslarimizni to'ldirib, agarda bozor agressiv tushuvchan harakatlarni yoki bozor shunaqangi reaksiyalarni ko'rsatadigan bo'lsa, keyingi vaziyatlarda asosan narxning mana bu pastki minimum nuqtalarga qarab harakatlanishiga guvoh bo'lamiz. Ya'ni mana bu nuqtalardagi asosiy harakatlar bozorda kuchsizlik ko'rsatadi va kuchsizlik harakatlari orqali narx kelib mana bu yerdagi likvidliklarning va mana bu nuqtalardagi imbalanslarning to'ldirilishi kutilmoqda. Ana endi 4 soatlik time frame'larga yuzlanishni boshlaymiz. 4 soatlik time frame'larda asosan qanaqangi narx harakatlari shakllanishi kutilmoqda. Endi 4 soatlik time frame'larda narx bizda mana bu maksimum nuqtalardagi likvidliklarimizni yechib, qisqa korreksion harakatlarini shakllantirdi va narx bizda mana bu ekstremum nuqtalardagi likvidliklarimizni yechilishi kutilgandi, lekin narx mana shu nuqtalardagi likvidliklarni yechmasdan turib, narx bizda ichki strukturalarimizni buzib o'tdi va ichki strukturalar narx buzgandan so'ng mana bu nuqtalarda qoldirilgan yengil likvidliklarni yechib, mana bu nuqtalardagi order blok nuqtalarimizdan narx reaksiya olib, keyingi asosiy agressiv o'suvchan harakatlarni shakllantirdi. Va ayni vaziyatda narx impulsiv harakatlardan so'ng korreksion harakatlarni shakllantirdi va imbalansimizni qisman to'ldirgandan so'ng narx bizda kuchsiz o'suvchan harakatlarni shakllantirmoqda va bu vaziyatda hozirda kutilayotgan narx harakatlari narx yana bir marta pastga tushib, mana bu minimum nuqtalardagi asosiy likvidliklarni yechib, mana shu nuqtalardagi imbalanslarimizdan reaksiya olishi yoki mana bu pastki nuqtalarda qoldirilgan order flow nuqtalarimizdan reaksiya olib, keyingi vaziyatlarda mana bu maksimum nuqtalardagi likvidliklarning yechilishi va mana bu bozordagi maksimum nuqtamiz mavjud. Mana shu nuqtalarda, ya'ni mana shu nuqtalardagi maksimumlardagi likvidliklarning ham yechilishi asosan kutilmoqda. Ya'ni mana shunaqangi likvidliklardan so'ng narx mana bu maksimum nuqtalarga qarab harakatlanishi kutiladi. Ana endi 1 soatlik time frame'larga yuzlanamiz. Bitcoindagi 1 soatlik time frame'dagi narx harakatlari nimalardan iborat? Endi bizda narx ichki strukturalardagi likvidliklarimizni yechib, narx mana bu nuqtalardagi maksimumlardagi strukturalarimizni buzdi, lekin mana bu yerdagi o'suvchan harakatlar juda ham kuchsiz. Bo'lishi mumkin narx mana bu nuqtalardagi order bloklarimizdan narx reaksiya olib, keyingi vaziyatlarda mana bu pastki likvidliklarimizni yechib, mana bu nuqtalarda o'sha 4 soatlik time frame'da qoldirilgan imbalanslarimizni to'ldirishi va imbalanslardan tashqari bo'lishi mumkin mana bu pastki nuqtalardagi order blok nuqtalarimizdan reaksiya olib, keyingi vaziyatlarda mana shu maksimum nuqtalarning buzib o'tilishi kutiladi. Undan tashqari mana shu yuqori nuqtalarda likvidliklar bor bo'lgan maksimumlar bor edi 4 soatlik time frame'larda va o'sha maksimum nuqtalardagi likvidliklarning ham yechilishi kutilmoqda. Endi sizlar bilan 4 soatlik time frame'lar, ya'ni 1 soatlik time frame'lardan keyin ana endi sizlar bilan tillarning tahlillariga yuzlanamiz. Tillada qanaqangi narx harakatlari shakllanishi kutilmoqda. Birinchi navbatda sizlar bilan kunlik time frame'lardagi tahlillardan boshlab olamiz. Kunlik time frame'larda qanaqangi narx harakatlari shakllanishi kutilmoqda. Endi bizda narx mana bunaqangi kuchsiz tushuvchan harakatlardan so'ng narx bizda qisman kuchli bo'lgan o'suvchan harakatlarni shakllantirdi va korreksion harakatlardan so'ng narx bizda asta-sekinlik bilan mana bu yuqori nuqtalarda qoldirilgan likvidliklarimizga qarab harakatlanishi kutilmoqda va narx mana shu nuqtalardagi likvidliklarimizni yechgandan so'ng bo'lishi mumkin narx mana bu nuqtalarda ya'ni
volum imbalanslar bor. Mana shu imbalanslarga kelib, narx shu nuqtalardan reaksiya olib, keyingi vaziyatlarda mana bu pastki likvidliklarning va mana bu minimum nuqtalardagi likvidliklarning yechilishi asosan kutilmoqda. Ana endi 4 soatlik time frame'larga yuzlanishni boshlayman. 4 soatlik time frame'larda qanaqangi narx harakatlari shakllanishi kutilmoqda. Endi 4 soatlik time frame'larni narx bizda mana bu nuqtalardagi imbalanslarimizni to'ldirmadi, lekin narx mana shu nuqtalarda qoldirilgan likvidliklarimizni yechgandan so'ng, ya'ni mana bu yerdagi likvidliklarni aynan o'sha Instagram sahifalarimizga kunlik rubrika tahlillarimizda demak taqdim etmoqdamiz va shu nuqtalardagi likvidliklarni narx yechgandan so'ng agressiv o'suvchan harakatlarni shakllantirdi va mana bu nuqtalarda qoldirilgan imbalansimizni 100% to'ldirgandan so'ng narx yana bizda o'suvchan harakatlarni shakllantirmoqda. Ayni paytda demak kutilayotgan narx harakatlari mana bu nuqtalardagi maksimumlardagi likvidliklarning yechilishi va undan tashqari mana bu maksimum va mana bu yuqori nuqtalarda qoldirilgan asosiy likvidliklarga qarab turib narxning harakatlanishi kutilmoqda. Mana shunaqangi agressiv impulsiv harakat, korreksion harakat va keyingi impulsiv harakatlar shakllanishi kutilmoqda 4 soatlik time frame'larda. Ana endi 1 soatlik time frame'larga yuzlanamiz. 1 soatlik time frame'larda narx mana shu 1 soatlik time frame'lardagi asosiy imbalanslarimiz va pastki likvidliklarni yechgandan so'ng narx bizda agressiv, demak, o'suvchan harakatlarni shakllantirdi va mana bu nuqtalardagi asosiy, demak, order blok nuqtalarimizdan narx reaksiya olib, keyingi o'suvchan harakatlarni shakllantirdi. Endi bu vaziyatda o'sha sizlarga aytilgan mana shu bozordagi maksimum nuqtalarda likvidliklar qoldirilgan, narx mana shunaqangi o'suvchan harakatlar orqali, qisqa korreksion harakat, impulsiv harakatlar orqali narx mana shu maksimum nuqtalardagi asosiy likvidliklarga qarab harakatlanishi kutilmoqda. Ya'ni asosan mana shu ikkita time frame'lardagi, uchala time frame'lardagi asosiy tahlillari shulardan iborat. Imkon qadar mana shunaqangi fikr va mulohazalaringizni, demak, video kommentida belgilanglar, izohlaringizdan bilib olamiz. Mana shu videolar sizlarga yoqqanligi yoki yoqmaganligi va qaysi fikrlarimiz agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, ya'ni imkon qadar izohlarda mana shu fikr yoqdi yoki mana shu tahlildagi, demak, bir qancha joylar yoqdi deb imkon qadar izohlarda fikrlaringizni bildiring. Qisqa vaqt ichida aynan izohlaringizni barchasiga shaxsan o'zim tomonidan javoblar taqdim etiladi. Yodingizdan chiqmasin, triplar kelajak biz bilan.